Xudo xolasa biz yo'lga chiqdik. Xudoylarni xursand qilish niyatida. Yordam bergan qishloqdoshlarga avvalambor rahmat. E'tibordan chetda qoldirmadi so'rovlarimizni. Avtobrudagi Iskandar aka magaziniga borishga qaror qildik, chunki narsalar yangi, sifatli va qulay narxlarda bo'lgani uchun, tovarlar tez almashgani uchun shu yerdan oldik. Bimmaga alohida rahmat, chiroyli go'sht qo'yib berdi. Yoshlikdan katta bo'lgan do'stimning oldiga bordim. Do'stim kurash va dzyudo sport turidan bolalarga mashg'ulot o'tib boradi. Yangi qishloqdan opamizni berganimizni videoga olmadik, chunki umuman videoni qo'ymoqchi emasdim. Prosta sizlarga ko'ringizlar, bu ko'p narsa talab qilmaydi. Salgina e'tiborli bo'lsalaringiz, shunday oilalarga ehson qilsalaringiz ko'payish kerak o'zimizda qishloqda. Shunday kam ta'minlanganlar bormi, yordam qilaylik. Iltimos sizlardan e'tiborli bo'lingizlar. Og'aynimga katta rahmat. Biz paddishga qilib shuncha birga mana borib berishib, qo'shilib, mana shuncha yordam qildi qo'shilib. Bitta og'aynim bor qishloqda, shu ham. Addishi. Keldik, ko'rdik. Shundan qishloqdoshlarga rahmat aytganlarga, chindan ham muhtoj ekan, turar joy o'ziga yarasha. Chindan ham haqiqiy ehsonga muhtoj oila ekan. Endi Xudo xolasa yana ishimiz rivojini beraversa, ishlar ko'paytiraveramiz. Sizlar ham e'tiborsiz bo'lmangizlar. Bizlarga bir kunda ketayotgan kam xarajat oilalarda kunini o'tkazadi yoki oyini o'tkazadi, haftasini o'tkazadi. Shuning uchun kam bo'lsa ham yordam qilsalaringiz oilaga ko'p. Turar joylarini ko'rdik. Iltimos e'tiborli bo'lingizlar, yordam beringizlar.